Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana bu Xandal Boysun yo'li. Haligi xalq tilida aytganda Denovdan to Boysungacha, Boysundan to Darbandgacha ketadigan yo'l. Bizga juda ko'plab qo'ng'iroqlar, kommentlarda yozishlar, ko'chalarda, bozorlarda va boshqa joylarda mana shu yo'lning ahvoli, qurilishi haqida ma'lumot bering degan murojaatlar bo'layotganligi uchun bugun Boysun bahori xalqaro festival bo'layapti. Folklor bo'yicha shu tadbirga ketayotganda mana shu yo'ldan yurdik. Oltinsoydan chiqdik, mana 1,5 soatlar bo'ldi chiqqanimizga. Boysunga qarab ketyapmiz. Mana shu yo'l toshlanganligi, mana shu yo'llarni juda kengaytirilganligini guvoh bo'lish mumkin. Hozir mana mashinalar qatnovi ham oz miqdorda bo'lsa ham bor, lekin ishlar jadal sur'atlarda ketyapti desak, tomoshabin ham o'zimiz ham ishonmaymiz. Chunki mana ahyonda mana bunaqa kamazlarni ko'proq toshayotganligini yoki bo'lmasam o'sha yo'llarni kengaytirayotgan holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yo'lga aslida davlatimiz tomonidan uncha dastur bo'yicha 183 million dollar miqdorida mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu yil mana 2026-yilning poyonida ishga tushadi degan taxminlar bor edi, lekin bu yilcha menimcha ishga tushmasa kerak. Mana ABS qilib qo'yibdi bu yerda, naryoqda ish ketyapti. Bu Xandaldan qayerdagi bir 5-6 kilometr Boysunga qarab ketayotgan joylar. Mana bu tog'lar bag'rida, adirliklarda joylashganligi uchun bizlar endi bu yerga kelmagan, bu yerni eshitmagan odamlarga, yurtdoshlarimizga aytyapmiz. Ish maromi nihoyatda ketishi qiyin bo'ladi. O'zlaring bilasizlar, mana endi yozda bugun biz 1-may kuni tasvirga olyapmiz. Bu yerda mana shunaqa jarayonlar bo'lyapti va bugun kun davomida imkon darajasida biz sizlarga ma'lumotlarni berib boramiz. Kuzating va o'zingizni fikr va mulohazalaringizni ayting. Mana hozir tepadan ABS qilib qo'yibdi. Mana yo'l mana pastda bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? O chuqurlikda. Ishlar ketayotganligi uchun hozir yo'lni mana tepadan qilib qo'yibdi. Bu yerdan ham xizmat mashinalari, boshqalar mana shu yerda yashayotganlar yurish kerakligi haqida imkoniyatlar ochib qo'yibdi-da. Mana shunaqa yo'lda qurilishlar ketayotgan ekan. Biz endi bugun maqtagani ham kelganimiz yo'q. Bu yo'lni olib borilayotganligini ma'lumotlarni to'liq emasligi uchun tanqid ham qilmoqchi emasmiz. Faqatgina bir yurtdosh sifatida, yo'lovchi sifatida fikrlarimizni aytyapmiz xolos.